Assalomu alaykum mani go'zal homiladorlarim. Bugun sizlar bilan eng ko'p o'g'il homila qaysi taomlarga tortadi? Qiz homilachi yoki qaysi taomlarni iste'mol qilmasligingiz homila jinsini qanday ekanligini bildirishi haqida o'zimni 10 yillik tajribam va 10 mingdan ortiq ayollar bilan bo'lgan suhbatlarimdan kelib chiqqan holatda xulosalarimni aytaman. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ring va sizni homilangiz katta ehtimol bilan qaysi jinsga o'xshash kelayotganligini albatta kommentariyada yozib keting, sababi sizni javoblaringiz menga ham va har bitta shu videoni ko'rayotgan kuzatuvchilarimizga ham juda ham qiziq. Demak, homiladorlikda eng avvalo ayolda 7 xil mahsulotga talab oshadi. Men birinchi o'rinda bu 7 xil mahsulotga talab oshishi va organizmda nima yetishmayotganligini aytaman. Bu videoni mana shu joyni diqqat bilan eshiting, sababi bu hozirgi paytda sizda qaysi vitamin yoki qaysi modda yetishmayotganligini aytib o'tadi va keyingi o'rinda shu mahsulotlar qaysi jinsni belgilashini aytib o'taman. Demak, birinchi o'rinda homiladorlikda eng ko'p uchraydigan 7 ovqat istagidan biri bu bodring yoki tuzlangan narsalar. Bu nimani bildiradi? Suyuqlik yetishmasligi, natriy ehtiyoji va qon bosimi biroz pastligini bildiradi. Ko'pincha birinchi trimestrda bo'ladi va ikkinchi o'rinda nordon narsalar. Limon, olcha, yashil olma, dovcha. Sababi toksikoz, oshqozon kislotasi o'zgarishi, ko'ngil aynishi kamaytirish uchun organizm avtomatik ravishda talab qiladi. Organizm o'zi ko'ngilni tinchlantiradi. Va uchinchi o'rinda shirinliklar. Va shirinliklar ko'p iste'mol qilishning sababi esa energiya juda tez tushib ketadi. Qon shakarining o'zgarishi, uyqusizlik yoki charchoq, ba'zan temir yetishmovchiligi ham sabab bo'ladi. Go'sht yoki kabob xohlash, ya'ni go'shtli mahsulotlarga xohish ortishi. Sababi temir ehtiyoji, gemoglobin oshirish zarurati, oqsil talabi ortishi. Ko'pincha organizm qonni ko'paytir degan signalni aynan shunday mahsulotlarga nisbatan ehtiyoj bilan bildiradi. 5-o'rinda muz, tuproq hidi, ohak yoki juda ko'pchilik iste'mol qiladigan bo'r xohlash. Juda muhim belgi. Sababi bu kuchli temir yetishmovchiligi, ya'ni anemiya. Shifokorlar buni pika sindromi deb atashadi. Va shuningdek 6-o'rinda sut, qatiq, yogurt xohlash. Sababi kalsiy ehtiyoji, suyak va tish shakllanishi bola skeleti rivojlanayotgan paytda kuchayadi. 7-o'rinda achchiq va sho'r ovqatlar. Sababi ta'm sezgisi o'zgarishi, qon aylanish tezlashishi, burun bitishi, ya'ni gormonal o'zgarishlar hisobiga yuzaga keladi. Homilador ayollarning 80-90% biror ovqatga kuchli tortilish bo'ladi. Bu organizmning instinktiv himoya mexanizmi hisoblanadi. Shuningdek, qanday taomlar qanday jins belgilariga tortadi degan qiziqarli joyga yetib keldik. Homiladorlikda nimadan ko'ngil aynishi jins haqidagi xalqona belgilar hisoblanadi. O'g'il homilada ko'pchilik aytishadiki, agar go'sht hididan ko'ngil aynimasa, aksincha go'shtli mahsulotlar yegiz kelsa, achchiq, sho'r, nordon ovqatlar sizga yoqadigan bo'lsa, piyoz, sarimsoq hidlari sizni bezovta qilmasa, kuchli ochlik tez-tez yuzaga kelmaydigan bo'lsa, ko'p holatda to'qlik hissi bilan yursangiz, ertalab ko'ngil aynishi ancha kamroq bo'ladigan bo'lsa, xalq orasida o'g'il onani qiynamaydi degan xalqona taxmin mavjud. Bu albatta 100% emas, aziz homiladorlarim. Buni qiziqish uchun biza umumiy qilib jamlab sizga aytib o'tamiz. Demak, endi qiz homila haqida gaplashamiz. Qiz homilada deyshadiki, agar go'sht hididan ko'nglingiz aynimasa, yog'li ovqat ko'rishga ham toqat bo'lmasa, ko'ra olmasangiz, yeya olmasangiz, juda ham yog'li ovqatlardan ko'nglingiz qattiq ayniydigan holatda bo'lsangiz, shirinlik tez-tez iste'mol qilgingiz keladigan bo'lsa, atir yoki boshqa hidlarga sezgirlik juda ham ortib ketadigan bo'lsa, toksikoz kuchli bo'ladigan bo'lsa, qiz onaning go'zalligini oladi degan ibora ham mana shulardan kelib chiqqan holatda ko'pincha homila qizga tortadi deb taxmin qilinadi. Shuningdek, men bir shifokorlarning haqiqatini aytib o'taman. Ko'pincha bu tibbiy haqiqat ko'ngil aynishi homila jinsini nisbiy bildiradi. Ya'ni qattiq toksikoz ko'pincha qiz deb o'ylashadi, qiz homila gumon qilishadi. Lekin bu 100% qiz homila degani emas. Nisbatan ko'proq uchrashi mumkin, lekin juda past foizlarda. Ko'ngil aynishi
gormonlarni darajasiga bog'liq holatda o'zgarish sababli yuzaga keladi. Ayrim tadqiqotlarda qiz homilada, ya'ni HCG gormoni biroz yuqoriroq chiqadi va bunaqa holatlarda ham ko'ngil aynishiga sabab mana shu sababli kelib chiqadi. Va onani qorin shakli, yuz shakli, uyqu holati, yurak urishlariga qarab turib homila jinsini aniqlash haqida men keyingi videoda sizlarga yana ham ko'proq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman, ilmiy faktlari asosida. Yana shuningdek, men juda ko'plab qiziqarli bo'lgan metodikalarni, usullarni, kalendarlarni, taqvimlarni YouTube kanalimda sizlar uchun bepulga joylab boraman. O'zingiz ko'rib homila jinsini bilib olishingiz mumkin. Agarda siz 50 dan ortiq men jamlagan metodikalar yordamida, aynan mutaxassis yordamida mana bunday zo'r natijalar sizda ham bo'lishini istasangiz, Telegramda mana shu berilgan lichka orqali bog'lanishingiz mumkin. Shu silka orqali meni Telegramimga ulanasiz va shaxsan men o'zimda aniqlatishingiz mumkin. Bu albatta xohlovchilarga. Shuningdek, yana natijalar bilan diqqat bilan tanishib chiqing. Bizda juda ham zo'r natijalar bo'lgan. Hattoki UZI tug'ruqgacha o'g'il deb turib qiz tug'ilganlar bor yoki qiz deb turib o'g'il tug'ilgan holatlar ham juda ko'p uchragan. 3 nafar qizdan keyin mana shu shiringina o'g'lonimiz dunyoga keldilar. Qaranglar, mana shu polvonchamiz, ilohim niyat qilgan barcha obunachilarimga nasib qilsin. 3-4 nafar qizdan keyin juda ko'pchilik o'ylanib yuradi, yana qiz bo'lib qolmasmikin deb mana mijozimiz yozyaptilar. Tug'gunimcha ishonmadim deyaptilar. Ba'zan kuchli toksikozlar, hatto o'g'il homilada ham bo'ladi. 3 nafar qizdan keyin biz avvalo Alloh deb o'g'il uchun harakat qilgandik. Mana 2025-yil oktyabr oyida homila birinchi skrininglardayoq o'g'il deb tasdiqlab berilgan. Chiroyli o'zlarini tilaklarini yozib o'tganlar. Juda ham xursand bo'ldim. Baraka toping, farzandlaringizni rohatini ko'ring deb. Ko'pchilik o'ylanib yuradi, menda ham o'g'il bo'larmikin, bo'lmasmikin deb. Avvalo Alloh deb sababini qilib, oddiy mana taqvim asosida harakat qilganmiz. Allohim sababchi qilgan ekan. Tavsiyalar asosida eng yaxshi oyda homiladorlik yuz berib, mana shu polvonchamiz dunyoga keldilar. Niyat qilganlar like bosib, kommentariyaga o'zingizning eng yaxshi tilaklaringizni yozib keting. Qaranglar, bu mijozimda qanaqa holat bo'lyapti? Mana homila jinsini aniqlatishga menga yozdilar. Assalomu alaykum deb homila jinsini aniqlatmoqchiman deb mana yozyaptilar. Hozir homiladorman. 2 ta qizim bor, 3-homiladorlik deb jinsini aniqlashga to'lovlarni qilyaptilar. Eng ko'p 20 talik metodikaga va aniqlab chiqyapman. Yuqori foizda qizaloq chiqyapti mana natija va yozyaptilar mijozim. Mana hamma javoblari ham olingan. Yozyaptilar. O'zida ham qiz dedi, lekin 5 ta doktorga hisoblatdim. Ginekologlarning hammasi o'g'il deb chiqarib yozishdi deb yozyaptilar. Bu homila haftasi ham yaxshigina, jamlaqa kichkina ham emas, katta ham emas, lekin menda ham qizcha chiqyapti. 20 talik metodikada. Mana natijamiz o'zi ham qiz deb tasdiqlab berayotgan ekan. Ilohim oxiridan suyuntirsin. Endi metodikalar juda ham ko'p, men sizlarga aytsam 50 dan ortiq 80 ga yaqini bor. Shuning uchun nechta odamga borib aniqlatsangiz, hammasida har xil javob chiqishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Men maksimal darajada jamlangan metodikada mana bu mijozimnikini ko'rib chiqdim. Ko'ryapsizlar, 5 kishida o'g'il chiqqandan so'ng menda qiz chiqyapti. Men chiqqan narsani beraman. Juda ham katta foiz bilan qizga kelyapti hozir bularniki. Nima bo'lganda ham avvalo sog'lomidan bersin, xayrlisidan bersin va ilohim keyingi o'rinda har bir obunachilarimga kutganidan bersin. 2 nafar qizdan keyin o'g'il xabarini oldik. Qaranglar, mana mijozim 2 nafar qizlari bor edi. Egizak o'g'il uchun taqvim olganlar, lekin bitta o'g'ilga chiqqan oyda homilador bo'lganlar. Egizak oyda emas va 16 haftayu 2 kunlik homila 100% o'g'il bola deb tasdiqlab berilgan. Bu mijozim birinchi marta menga qachon yozganlar. Qaranglar, xuddi sizlarga o'xshab YouTube orqali kelgan kuzatuvchilarimdan biri 2025-yil dekabr, 1-dekabr kuni assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xudo xohlasa Allohga ishonib tavakkal qilib plan qildirmoqchi edim sizga deb yozganlar. Biza taqvimlarni tuzib chiqqanmiz. Mana qo'shimcha sifatida hamma tavsiyalarni beraman. Har bitta mijozimga to'liq tushuntirib o'taman va tanlangan oyda homiladorlik yuz bergan mijozimda mana testlarigacha tashlaganlar, homiladorlik yuz berdi menda deb yanvar oyida va aprel oyida 16 haftalik bo'lib o'g'il homila deb 100% tasdiqlab berildi. 2 qizdan keyingi natija bu. Ilohim niyat qilgan har bitta obunachilarimga nasib qilsin. Kimdir o'ylanib o'tiradi, menda o'g'il bo'larmikin, o'g'il farzand ko'rarmikinman deb. Ba'zi mijozlarim esa shunchaki sababini qilib mana o'g'il orzulariga yetishyapti.
Mana yana bir doimiy mijozimda zo'r natija bo'ldi. Bu mijozimni juda ham kichkina haftalarda homila jinsini aniqlatish uchun menga yozganlarida aniqlaganimizda yanvar oyida endigina testda chiqqan homilani inshaalloh o'g'il deb aniqlab berganman. Rostdanmi opajon deb yozganlar juda ham o'g'il kutyotdilar. Sababi mijozimni ikkita qizi, bitta o'g'il farzandlari bor. Bu 4-homiladorlik va biz 20 tali metodikada ko'rganimizda o'g'il chiqdi va bugun mana bizga xabar keldi. Assalomu alaykum Gulnar opa. Men kecha o'ziga tushdim, o'g'il deyishdi. Katta rahmat opajon deb yozyaptilar. Bu mijozim ikkita qizlari bor. Mana tepada ham homila jinsini aniqlagan joylarimiz bor, yana mana. Demak, mijozimda ikkita qiz va ikkita o'g'il bo'ldi. Bir-biriga sherik bo'lib. Ilohim kimki shunday niyat qilgan bo'lsa, ilohim mana shunday shirindan shakar o'g'ilchalarning xabarini olish, qizaloqlarning xabarini olish nasib qilsin.